Mashina orqada limuzin mana. Mana ikkovi. Aylantirib korobkalarni ham ko'rsatib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Qiziqqan ishqibozga ko'rsating. Hayotbek eng kattalaridan 10 ta tanlab olsa. Eng kattalarni 10 ta tanlab olsa. Mana birinchisi mana. Kattalardan 1, mana 2, 3. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli obunachilarim, hammaga xayrli kunlar tilayman. Azizlarim, Javlonbek uz harakatda. Akalar, sizlarning duolaring bilan, bosib turgan layklaring bilan, izohlarda qoldirib turgan yaxshi fikrlaring bilan ilhomlanib harakat qilib yuribmiz akalar. Sizlarga arzon, optim, yengil, sifatli joydan yoritib boryapman. Yana xuddi shunaqa joyga kelib qoldi. Mana sizlarga to'liq yoritib beraman. Xo'p, Rossiyadan kirib kelgan buqalarimiz haqida gaplashyapmiz. Barakasini bersin akalar. Xo'p, 29 dona hayotda 29 dona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 29 dona. Andijon viloyati Buloqbosh tumani Rayish qishlog'idamiz, xudo xolasa. Aha, Rayish qishlog'ida Buloqbosh tumani. 2025-yil hafta kuniga dushanba birinchi kunlaring maroqli va mazmunli o'tsin akalar. 13-oktyabr kunida turibmiz. Xudo xolasa Hayotbek bilan videolarimizni boshlayapmiz. Charchamayapsizmi? Rahmat aka, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr aka, kayfiyatlar zo'r. Zo'rmi? Ha aka. Sog'lom joydan, Sog'lom aka, assalomu alaykum. arzon joyidan yoritaveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Akalar, 29 bosh buqalar haqida gaplashamiz. Xo'p, bu yerda nimalar bor, qaysi sortlar bor degan savolga Hayotbek. Bular aka asosan limuzinga smeshini simentallarimiz bor aka. Hop, Angus buqalarimiz bor. hop. Bitta Mickey Mouse ham bor ichida. Yaxshi. Asosan limuzinga simental smeshini mana aka. Ularni oldalarini ko'rsatib qo'yasiz. Akalar, sortiga e'tibor beramiz. Mana bitta qo'ng'irimizdan ham bor ekan. Qo'ng'irimiz bor akalar. Iloji boricha sortiga e'tibor beramiz. Oyoq qo'lini ko'ramiz, arqa korobkalariga e'tibor bermasak bo'lmaydi. Sifatlar nihoyatda kuchli ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, hammasi polvon. Hammasi polvon buqalar ekan. Bironta akalar mana ko'rib turdim, kelib bir qator o'zim ham aylanib ko'rdim video oldida. Bironta oyoq oqsigani, burnidan bir narsa oqqani, yo'tali hech qanaqa bir narsa yo'q, muammosi. Bo'shashgani, boshqasi yo'q ekan. Hammasi sog'lom bo'lib turibdi. Xudo xolasa, el qatori bir hafta yeb ichishiga, sog'lig'iga xudo xolasa yashurdan tashqari javob beramiz. Javob berilaveradi. Endi havodan ekan, aka. Unga hech kim hech narsa kafolat bera olmaydi ekan. To'g'ri. Yeb ishlar mana hozir ham bir ko'rsatishimiz ham mumkin ekan. Quruq somonni ham yeyapti, silosni ham yeyapti. Sog'lom ekan akalar. Sog'lom, ha. Buni ko'rsating aka, mana nima deyapti mana? Voy jonivor. Korobkani qarang. Korobkani qarang. Nihoyat ishqiboz bo'ldim shunga o'zim ham. O'zim ham ishqiboz bo'lyapman shuni, o'ziga. Ikkovimiz olib qo'yaveramizmi? Akalar, joyimga sig'mayapti, o'zim uyimga baylab olgim kelyapti. Uyimga baylab olgim kelyapti, joyga sig'mayapti. Haqiqatda. Endi baqarmanga beraveraylik obunachilarga. Ha, baqim maza qilsin aka. Tonnada o'tadigan o'shanisi. Tonnada o'tadi xolos o'shanisi. Ha, inshaalloh. O'zi yoshligida ma'lum deydi-yu, bo'ladigani. Bo'ladigan aka. O'zi hammasi bo'ladigan ekan, xudo xolasa Hayotbek. Yurgizaveraylikchi. Akalar, bir qator oyoq qo'llarni, holatlarni ko'rsataveramizda, Rossiya Federatsiyasidan kelgan, mana video boshida aytib o'tdik. Anguslari bor mana. Angus smeshini ozgina shoxlilari bor ekan, mana ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Ha, bir dona shu shoxli. Limuzin bor ekan, limuzinga gibrid bor ekan. Mickey Mouse bor ekan akalar. Simental bor akalar, mana simentallar. Yana ma'lumot o'rnida aytamiz akalar. Smeshini deydi, shu qorishganda ikkita zotdan tushgan mollarda endi aka. Ikkita zotdan bu. Mana shu tursin korobkasi juda ko'rinyapti. Mana aka. Ikkita zotdan qorishganda akalar, ikkita yaxshi parodadan qorishganda smeshini deyiladi, Hayotbek. Ha, shunaqa deyiladi aka. Shunaqa deyiladi. Endi ko'pchilik yangilar bilmaydi aka. Sizlar smeshini desanglar u bo'lmaydigan deydi. U bo'lay narsa bo'ladi, gibridni baqqallar biladi. Simental ham yaxshi zot, limuzin ham yaxshi zot aka. Shu ikkovidan tushgan go'zallar. Endi akalar, mana bloger bo'lmasdan oldin ham chorvaga qiziqqanmiz. Yoshligimizda o'zimiz ham chorva baqamiz-da uyda. Hali YouTube'ga endi qiziqib ko'rasiz-ku. Deb ko'ryapti turganingizda
bir kishi chorvani yoritib turgan bo'ladi-da. Bular ikkovi nima haqida gaplashyapti deb turib qiziqib kiradi-da. Xuddi o'shunday Hayotbek kimdir bizni hozir to'satdan ko'rib qoldi YouTube'da. Ha. Sekin yorityapmiz akalar. Xo'p. Rossiyadan kelgan buqalar haqida gaplashyapmiz sizlar bilan akalar. Bular akalar kam yeydi. Keyin bularga qattiq ratsion kerak emas. Quruq silos kepak bilan bo'lsa ham turaveradi. To'g'rimi Hayotbek? Mol boqishni bilmaydigan ham baqaveradi aka. Ana mol boqaman, qanaqa holatda boqaman degan odam ham o'ylanmaydi. O'ylanmaydi. Bu yemay qoldi, chimsa bo'lib qoldi, ha? Kunjara bilan boqmaydi. Eng qiziq joyi shu edi. Nima deysiz? Kunjara berib boqmaydi bular. Kunjara berib boqmaydi. Silos kepak tamom akalar. O'zi katta bo'laveradi. Kunjara natijasini beradi, xudo xolasa. Mehr berib tursa bo'ldi. Vaqtida suv yemini berib tursangiz bo'ldi akalar. Tonna bo'ladi. Mehr kerak. Juda ko'pchilik bolalar mana meni tanishlarim aytadi, "Ey, mana bu narsadan ol" desam, men oldin baxt ko'rmaganman degan savolda Hayotbek majbur oldiryapman tanishlarimga. Majbur, "Ey, ol." 2-3 oydan keyin aka zo'r effekt beryapti. Hamma ham qimmat deydi, lekin mana bozordagi mol bilan ikkovini olsa, 5 million farqi bilan olsin aka. Bir joyga qo'yib bitta ratsionda baqsin, 1 yildan keyin sotadi, natijani ko'radi. Qaysidan qancha foyda qoldi. Buni 800 kilo bo'ladi, bunisi 450 kilo bo'ladi, keyinda o'ylanadi. Ikkovi bir xil edi, mana shu bir kunda 10 kilo silos esa 10 kilo silosi ikkovi teng edi. Oxirida natijani ko'rib qo'yaradi ekan. Natijaga kelganda bu yutib ketadi. Ha, aka. Meni o'zim uyimda ham bor. Rossiyadan kelgan sementallar bor. Endi hozir akalar 5 million desa bitta molga deyilmayapti. 3 ta olsa 5 million farq qilish mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Misol bitta moldan xuddi shunaqa molni, misol Jaydar buqa oldingiz deylik. Misol 17 millionga, misol. Ha? To'g'ri. Mana mashina salkam 20 millionga olsa Hayotbek. Misol 2 million farq qilyapti. Bitta moldan shunaqa o'zi 2 milliondan 1,5 million 2 million farq qilib ketadi, lekin natijaga kelganda bu narsa yutib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri aka. Xo'p, akalar mana 6,5 minut bejizga o'tkazmadik, bekorga o'tkazmadik. Ma'lumotlarni ham berib o'tdik. Mollar haqida to'liq. Bo'ylarni aytib o'tadigan bo'lsak, 1 metrdan 1,20 gacha ko'ryapman. Shunaqa kattalari 1,20 gacha. 1,20. Hayotbek narxlarga o'tamiz. Narxlari aka kichigidan boshlaymiz endi. Ha, kichigidan boshlaymiz. Nechta chiqarib berasiz? Xo'p aka, 16,5 milliondan ikkita chiqarib beraman. Keling shuni ko'raylik. Mana bitta angusimiz, shoqi bor angus nariga. Qani? Mana. Mana u? Ha. 16,5 million. 16,5 milliondan chiqarib beraman. Bittasi shu, yana qaysi? Xo'p aka, yana bittasini. Yana bitta bor-a? Yana bitta bor. O, nima? Ikkita deyilyapti-da, Ikkita deyilyapti, lekin maydasini ko'rmayapman. Mayli endi gap. Mana shu ikki odam bittasini chiqarib beraman. Bitta berasiz? Beraman. Bo'ldi aka, ikkita to'g'risi topa olmadik. Topolmadik. Gap. 16 milliondan. 16,5 million so'mdan xayrini qilib beraman. 16 million 500 mingdan, ha? Ha, 16 million 500 ming so'mdan. Akalar 29 tadan ikkita ketdi. Kattasidan nechta tanlab oladi? Mana bu kattalaringiz bor ekan, o'zimiz ham havas qildik. Katta aka, o'zimni ham ko'zim kuyayotgani bor, ikkita eng kattasi yonma-yon turibdi qashqalar. Mana. Mental smeshini orqada limuzin mana. Mana ikkovi. Aylantirib korobkalarni ham ko'rsatib qo'ying. Qiziqqan ishqibozga ko'rsating. To'liq yoritib beray shuni ikkovini. To'liq, biz o'zini olib qoldim o'zi, to'g'risi. Boshda kelgandela tanlashgan. Mana akalar. Nasib qilgani ketaveradi aka. Bo'ldi. Ikkovi sotuvda, xudo xolasa. Sotuvda. Mana bitta, mana ikkinchisi. Mana akalar. Ikkovini bir kishi chaqirib qolsa. Hayotbek, eng kattasi shular aka. 46 million so'mga aka, xayrini qilib beraman aka. 23 million so'mdan. Mana bu bittasi akalar, mana ikkinchisi, ha? Ha, ikkinchisi. 23 millionga xayri kam bilan yetib boradi? Xudo xolasa yetib boradi aka. Molni bilmayman, men tushunmayman degani bitta ko'rib oladigan molda bu. To'g'ri. Men molni endi kiryapman bu sohaga degan odam ham o'ylanmaydi, birovga ko'rsatib ko'raychi ham demaydi. Ko'rgan odam oladigan. Bo'ldi. Ikkovi 23 million xayri bilan xudo xolasa so'rab olaversa ketdi ikkovi. Hayotbek eng kattalardan 10 ta tanlab olsa. Eng kattalardan 10 ta tanlab olsa. Mana birinchisi mana. Kattalardan 1, mana 2, 3. Ko'p aka kattalar. 3 ta ko'rdim. Anguslar bor bu yerda. Bo'ybalar, tashlar qatori hozirgilardan. 4, mana. 5, 6, 10 ta chiqib qolar ekan.
10 ta chiqadi kattalar aka. Yengil bering sotamiz. 10 ta tanlab olsa aka. Bismillahirrohmanirrohim. 10 ta oladi. 20 million 500 ming so'mdan vodiyga dastavka qilib beraman aka. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. 10 ta olganga. To'g'ri bering. To'g'riga. Ketdi aka. Ha? 20 milliondan bir joyga. Bo'ldi. Bo'ldimi? 10 ta. 10 ta akalar shuning ichidan o'zi qaramay turasiz. Bo'ldi, tanlab oladi. Ikkita yirikdan tashqari. Ikkita yiridan tashqari 10 ta tanlab oladi. Dastavkasi ichida qilib vodiy bo'ylab qilib beraman. Ikkita-yu pastdan ikkita, 14 ta. 14 ta keldi. Endi aksariyat nechi puldan? Hozir 15 ta mol qoldi. Aksariyati aka 17 dan boshlab u yog'i 19 gacha. Tanlab o'ziga katta kichigiga qarab tanlab olaveramiz aka. 17 milliondan boshlanadi. boshlanadi. Angus tanlaydi, kimdir boshqa tanlaydi. Kimdir semental tanlaydi aka. Sementallarimiz bor, rossiyskiy toza, mana chiroyli sementallar. Qani yurgizaylik bitta. Akalar tanlab olish huquqiga egasizlar. Bir dona olganga ham 10 ta olganga ham, ha, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, yetkazib beramiz. Eng kichigidan 2 ta olganga ham, hali ikkita kattani bir kishi chaqirtiraverasizlar. 23 million deding-ku, shuni bo'ladigan necha pul qilib berasan uka deb qo'ng'iroq qilaverasizlar shu ikkovini. Vodiy bo'ylab yetkazib berasiz. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Yurgizavering-da. Xo'p, katta kichik qilib to'liq aytib bo'ldik-a, xudo xolasa. Ha aka. Hammasini bir joyga sotamizmi endi? Bir joyga ham sotamizda mana. Qani ko'rsataveraylikchi. Yurgizing-da. Akalar, joyimiz shunaqa, eplab olyapmiz. Lekin hammasini to'liq ko'rsatdim. Chiroyli yorityapman, xudo xolasa. Mosementalinglar. Ru belgilari bilan, ha? Hammasi rossiyskiy aka, toza u. Hammasi ru belgilari. Qozoqdan, Qirg'izistondan o'tgan mollar emas aka. Akalar, birkalarni bemalol ko'rib olaverasizlar hammasini. Rossiyadan kelgan hammasi 100%. Hammasi 100% aka. Bitta qo'rani moli. Bitta qo'rani mollar ekan. Shularni bitta yoritaydi. Qani? Qani? Bir kishi qiziqqanga endi. Bir kishi qiziqqanga aka, hammasini bittada olsa, yengil bering. Katta-yu kichikka aka. O'zi aksariyat molimiz sredniy mol mana. Kichigi kam aka, donali kichigi. 19,5 milliondan dastavka qilib beraman aka. Mana kattalari ham ichga ketadi hammasiga. 19 million 500 mingdan. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Vohaga kelishamiz aka. Sal kelishtirib bering. To'g'riga bering Hayotbek. Bo'ldi aka, siz obunachilaringizga bo'lsa aka, ketdi 19 million so'mdan bir joyga bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Katta-yu kichikka. Hammasi ketaveradi 19. Hammasi. Olganga ham, sotganga ham. Bo'ldi aka. Barakasini bersin. Akalar, mana bo'shatishga bittada hal qilamiz. Joy bo'shatishga. O, tepada 23 lar ham ketyapti. 23 ham ketdi, ko'zimni yumdim aka. 19 million 20 milliondan tanlab olsin 10 ta deganlar ham ketdi. Ketdi, hammasi ketdi aka. Endi hali pastda to'g'ri aytib o'tish kerak. 17 lik ikkita bor. 17 lik ikkita bor, qolgani 18 tepasida boshlanib ketib qoladi. O'zi asli 17 bitta edi ekan. Ikkita qildirib oldim men. Ikkita. Obunachilar uchun. Xo'p. Ikkinchisini hali o'ylab, ana qilib istab topa olmadim. Mayli, shu kichikroqdan bittasini chiqarib beraman. Bo'ldi. Ikkita ketdi. Ash ikkitani so'raganga o'zi kelmasa ham telefon orqali onlayn qilib bersangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Xo'p, shunda ko'tarasiga 19 million so'mdan 29 tasi vodiy bo'ylabmi, O'zbekiston bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. To'g'ri aytding. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz, ha? Aha. Vohaga kelishasiz. Vohaga kelishamiz aka. Masofasiga qarab kelishamiz. Masofaga qarab kelishadi. Holatga qarab, xudo xolasa. To'liq yoritdiga Hayotbek. Xudo xolasa aka. To'liq yoritdiga akalar, pastda xudo xolasa ikkita raqamni qoldiryapman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Atrof chetga, boshqa kanallarga, boshqa misol o'zim ham yorityapman. Shularga solishtirib bemalol kelaveradi Hayotbek. Bemalol aka, xudo xolasa kelgan odamni quruq qaytarmaymiz. Akalar, mol olish niyatda chiqsalar ham quruq qaytmaysizlar. Yana bitta narsani aytib o'taman, aytilgan narxlar muhim emas. Hammasidan o'tib beriladi, xudo xolasa. Hammasini xayri bor aka. Xayri bilan o'tib, chiroyli qilib. Xayr ish bo'lmaydi. Bexayr ish bo'lmaydi, o'tib beriladi. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Hayotbek, olganga ham, sotganga ham. Aka, Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin. Sog' salomat bo'linglar.
adirni qaranglar go'zalligi. Havo zo'r ekan a? Havo toza aka. Havo toza ekan, zo'r joyda joylashgan ekan. Akalar, lokatsiya bo'yicha keldim. Kelish ham nihoyatda qulay ekan, qiylanmay keldim. Ha, bittada keladi. Ha, lokatsiya deysizlar, tashlab beradi. Rahmat, hammaga sog' bo'ling.